Otingni nima deding? Shum bola? Islom. Ha? Islom. Islom? Oh. Ma. Islom! Islom! Hadim! Turinglar! Islom! Ertaga pul jo'natasanmi yo'qmi? Baqiraman bo'lmasa. Jo'natasan? E'duchida. Jo'natasan, jo'natmaysan. Nimaga jonim? Tinchuha. Oybek akami, Oybek aka yo'lda yuribdi, ne maza qiladi? Ha, ishdaman-da. Ey shum bola. Shum bola? Uyqung kelib o'laman deb o'tiribsan o'zi. O'chirsang bo'lmaydimi? A? Ne gapirolmay qolding? Ha, o'chir tish bo'lsa. Tasavvur qilyapti bu bola. Bilmadim, bu mazasi qochib qoldi buni. Uxla. O'chir. Ko'rpani ochqani? Bitta qaray qani nima bor ekan? Qanday ko'rpan? Ustingdagi ko'rpani ochqani? Nima bor ekan? Oyog'ingni ko'rsatqani, oyog'ingni ko'rsatchi. Va! O'laman hozir. Hayır, shum bola, gapirsang gapir. Bo'lmasam chiq tashqariga. Bo'lmasam o'chir. Boshqa. Nima deysan? Ko'rsat. Cho'yingni ko'rsat, oyoqsat deysiz. Oyog'ingni ko'rsat deyapman. Bo'pti, o'chiraman, uxlagin. O'chirasizmi? Ha. Xafa qilyapsiz. Nima qilaman sen bilan laqillab? Chiqarib olmoqchi. Bir tilli foydang yo'q sani menga. Nima qilaman sen? Foydasi uchun gaplashyapsizmi? Конечно. Mana Oybek aka menga 2 marta pul tashlab berganlar. $200 $400. So'ra ishonmasin. Sevib qoldimi go'dakini? Uzr. Bilganimiz yo'q ekan.
Pul ishdan qochar kelsa, pul tashlab ber bo'pti. Bir 5000 tashlab berchi bo'pti. 5000 nechi pul O'ylab bo'ladi? olmagan qaynatish puli. Ha? 500 ming, 600 ming pul bo'ladi. Tashlab Aşağı deydimi qiz bolaga oylik olmadimi? Evet, to'langan gapiraman aka. Bu menga bu tashlab beraman-da. bu menga 5000 berguncha 5000 ni oladi-da, bitta qiz bor ekan 2005-yil. 5 ta bola borishar ekan o'shanga. O'sha qizni olib boradi undan. Shunaqami? Shunaqami? Yo'q, astag'firullah. Voy, o'zing aytding-ku. Biz shu Rossiyaga shu uchun borib kelmaymiz-ku. Sen pul ishlash, uyga pul ishlagan kelamiz. Hop, pul ham ishlaysan.